Assalomu alaykum. Uy sharoitida baliq boqishga qiziqadiganlar. Baliqlarimiz holati yaxshi. Baliqlarimiz soat 8 dan 10 ming tutdi. Ertalabki yemini berib qo'ydi. Hidroponika tashlab qo'yganmiz. Makkadan ko'klatib. Astoydil ketishyapti. Mol tuzi tashlaganmiz. Ozgina yara chaqa bo'lsa, kasalliklari bo'lsa ishqalanib, keyin suvni ta'mini ham shirin qiladi degan niyatda. Shunaqa gaplar. Hop, uy sharoitida baliq boqishga qiziqadiganlar. Imkon qadar kislorod. Mini bassenda ham bemalol ko'p 5 ming, 10 ming baliq boqsa ham bo'lar ekan. Faqat eng glavniysi kislorod. Kislorodni yetkazib berish kerak ekan. Katta bo'lishlari hamma yo'q joyda bo'lar ekan. Faqat shu kislorodi. Suvda harorati 200. Suv mana o'zi ko'tarilib 25-26 gradus. Baliqlar uchun maza qilib yashaydigan sharoit bu bo'lgan. Suvlar yaxshi. Faqat kislorodini halqa berib tursanang bo'ldi. Kislorodini qilib berib tursanang baliqlar maza qilib yashayveradi. O'zini suvini o'ziga obrobatga qilib qo'yganmiz. 1 kilovatlik motorda. Baliqlarimiz xudo xolasa 300 dan tepalashgan. 400, 350 xudo xolasa mana shunaqangi holatda. Kecha kuni Instagramga qo'ydik. Bitta o'lib chiqqandi. O'lib chiqqanini tortsak ham 300 gram chiqdi. Bu baliq degan. Mana shunaqa maza qilib, dam olib, miyalar rohat olib shunaqa gaplar. Shu basseynchamizni xabari borlarga eslatma, xabari yo'qlarga aytib qo'yamiz. 2,5 mingta sazan, 50 ta oq baliq, 50 ta pyostra bor. 10 dona amurimiz bor. Basseynimizni eni 14, uzunasi 24. Joy shunaqa edi. Hozir endi 22,5 ga 12,5 joy qo'ygan. Bitunga chiqib ketgan. Keyin chuqurligi 255 ga 270 mi shunaqa. Narigidan 270 shunaqa. Kichkinasi bor, kichkinasida kattalari, matkalari turibdi. Bola qo'yyapti, xudosa ular 9 ga 4,5 lik basseyn. Bassenda hech yerdan suv qo'ymaydigan, yaxshi. Izolyatsiya qilinsa bo'ldi, gidroizolyatsiya qilinsa hech yerdan suv qo'ymaydi. Bexavotir turar ekan. Mana shunaqa gaplar. Hop, mana yog'ochimiz 2,5 metrli yog'och. 2,5. Shlakabloydan sanasalar ham bo'ladi. Shlakabloy 17, pastda 40 beton. Shunaqa. Hop, bismillah. Eng sayoz joy. Ming sayozlar. Chunki balandda betlar. Betlar baland. Mana 30 atrofida chiqib turibdi. 30 bo'lsa kerak. 30 bo'lsa kerak. Eng sayoz joyi. Shunchasi bor. Devorimiz 2 metr, ron 2 metr urilgan, 20 san chiqib turibdi. Demak, basseynimizda 220 suvimiz bor. Qanaqa gaplar. Suvni ko'proq qilganimiz, isib ketyapti, havo isib ketganda tagi baribir suv isib ketmaydi, baliq tagida jon saqlaydi. Mana shunaqa bo'ladi. Hop, rasxod masalasida tok rasxod 1 kilovatlik, 1 kilovatlik kislorod apparat, ikkita kislorod apparat bor. Kunduzga faqat ikkalasi yuradi xolos. Chunki kunduz quyosh bo'lgancha ikkalasi yetadi. Hop, kechki paytga buni ulab qo'yaman. Bu 1,5 kilovatlik, 1,5 kilovatlik.
bu naryoqqacha chiqarib turadi. Bu biz 200 wattlik bu. 200 watt xolos. Juda ham kichkina hattocha, lekin ishlashi yaxshi. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'limizdan kelgancha, imkonimiz boricha maslahat berib o'rgatamiz. Shunaqa gaplar. Bu oksimetr, analizator, sud pH amyagini o'lchaydigan, bunisi kislorod apparat. Kitobimiz ham bor. Shunaqa venger karb sovg'alar. Shunaqa. Qanaqa nonlar bo'lsa, masalan, mana shunaqa non, butun non bo'lsa, ko'panaga bosgan, qotgan nonlar bo'lsa, tashlaymiz, baliqlar o'zi yoningizga kiyib beradi-da. Tepada yuradi. Maza qilib hamdam, ham daromad degandek bunaqangi bo'lmasa kerak. Bunaqangi top bo'lmasa kerak. Miya dam oladi, asablar tinchlanadi. Maza qilib uyda daim yurib ketmas, balkim foydasi. Balki 100 million, 200 million bo'lib ketmas, lekin yaxshi. Qolsa yaxshi bo'ladi. Nima gaplar?